Neyle koyuyorlar? Yavaş buluş ha. Excuse me. Someone screamed. What's it all about? You tell me what's happening. I was just drinking a beer in my hotel room and suddenly I heard excuse me. Did someone get something stolen? What's happening? I don't know. You tell me. Someone got something. Ya yazık oldu Dunga. Bolcuğuna bak. Vay dedik ko. Biz cama edememez. Tinter. Uyak gelin. Siz berip darvozalık mehmonlarni tinchlantirib. Bo'ladi. Ladies and gentlemen, doesn't matter. The things has passed. Now you should go your room to have a rest. Doesn't matter. Now please go your room. Oh, yeah. Wow, that's great now. Let's go get a beer, Dave. I'm tired. Let's go hit the... Boy, where's the manager? Let's go congratulate him. Peki lan ha? Helak oğru ne? Tutaldılar mı?
Moy bu yak resimge pek okşaytkensiz. Moy bu yak? Nim bu yak? Zarapşan darya boydiki jolda xudun. Rastlarını eğitiş. Senler neymiş kılışıp atkan? Ügünüş kıldık, sırdaştık. Ügünüş? Kapkarangoda ne ügünüşken o? Karab durup yalgan etip atkan ne? Senlerinin turkunlarını yakşı adam emez. Yavaş ulaş! Başlayak kikin tutup aldım. Siz Bekmaxanның kütküsü bu deymi? Korkma. Oldu. Sizlerni nasip esipti. Tez ketinglar. Biz hiç qanday yomon ish qilmadik. Faqat boshlig'imizga aytib qo'yma. Chaqan ketinglar. Birdamdan keyin qo'llash xodimini aytib kelsa, men bir nim deyemeyman. Ha? Biraz gittim bak. Ay paşa, çürük. Başlak, neymiş koyutsuz ulan? G'ayrib bilan sanamni tutamtimiz. G'ayrib bilan sanam. Bu nima gapdi? Keyin shuni qos, jiring. Bu ikisini aran tutgandim. Siz burun birisi bilan muhabbatlashib boqqanmi? Yo'q. Hey. Heli qishkisi qani? Uyvatdiq. Yovat, yana qochib ketdi. Ustam, men to'shib beray. Sen? Ha bo'ldi. Ha bo'ldi. Yana birini qo'yib o'tdim. Ha menga ber. Oui. Kova. Bu. Ha bo'ldi. Yana ishkini qo'ying. Ha bo'ldi. Ustam. Men hammani to'shib o'tay. Bo'ldi. Ustam. Bizga o'zingizni sirtaylar. Bo'ldi, kerak yo'q. Hey, man mashinani tozala. Ishni kerak bo'la. Bo'ladi. Hey model, filmini tozalab o'tim.
sürtüytten. Ha, bo'ldi. Qo'limni yurma. Kava! Kava! Nima? Voy chaqqan javr nakila. Mana. Putumni chachirib ketdi. Keling, yüz ko'zingizni yuvib oling. Bo'ladi. Rahmat. Yana yuvib oling. Usta, ben tashlab qo'yay. Bo'ldi. Rahmat. Keling, oldi bilan çay ichib turing. Aka, obiyam ishaqingizni qanday hisoblaymiz? Bir vaqtdamoq bersingizdan bo'ldi. Aylanza. Bizga ishki taqsirlag'ma. Mana hozir tayyor bo'ldi. O'tirib turinglar. Keldingmi? O'tiring. Keldinglarmi? O'tirib turinglar. Kava? Nima? Kava bilan choy ichib. Haydi, ichinglar. Choy iching. Hojatxonada. Aqshikdan chiqib o'g'irlang. Moda, bu yerga chiqib kira haqqini hisoblab o'ting. Tamoq yeb bo'lgandan keyin anda hisoblashaylik. Bo'ldi demayman. Mening ishim bor, hazırlamayman. Mana. Maka, ben size yaxşılığınızı bilmeyi unutmayayım. Olmaydigan bo'lsa, oshxonangizni taqib o'tiring. Chiqdim bo'ldi. Bo'ldi, men chiqib o'tibman. Ağina! Zuka! Kalanda! Ağina, ben sana tenkilenmeyme. Bırak. Sen mi kalktın pek boz ketmegin? Ananın kalanda! Benim işim karlaşma gözümden yok al. Bombası boğuldu be! Ağina, boldu hep okuyun. İşim karlaşmayı bunun kuma! Yeni bir kalan! Hayır! Bu kalanda! Öldürmek meydana basam! Hayır!
Bizning tomoq tayyor bo'ldimi? Ha? Mana hozir tayyor oldu. Say ko'ryapman. Aka, rahmat sizga. Aka, meni say ko'ryapman. Oldirmay yana. Bo'ldi, aroqni ichmang. Bir qoch oq suv kelib bering. Yovat shumi nima? Dal o'zi shu. Kuyulanmay keldi. Dal o'zi shu. Qo'y. Aka. Akram, ashtingni asriq akray. Bo'ldi, rahmat. Qaraganda biz uni tanklabdikmiz. Sen uni qarab tur. Men beri xo'jayin to'klab qilay. Hey, hushyor bo'l. Buni herkes qochirib qo'ymaganda. Hey, ben chiqib bir qop tomoqqa kirib olay, ha? Buni da hozirlik kirma. Hey, og'ina. Hojatxona nerede ekan? Oq tarafda. Aka, ashuni puli bende o'zg'a. Qani? Oy, to'xtab turing. Men o'shig'ini aytganman, men pul qaytibdim-ku. Hey, bu Bugün hava nima degansiz, ha? Ha, Mudan? Misajon keldingizmi? Oshxona dadam ko'rinmaydi-ku. Bayli bir narsasi kelib ketib qoldi. Misajon, Ha? bugun demabsiz-da. Ne temizlik deysiz? İşler aldıraş. Mudan, oshxonangizga gumonliq odamlar kelib qolmaganda? Gumonliq odam? Ha? Yo'q kelmadi. Yana ansi tug'ildimi? Yaqinda Yovat nomli bir jinoyatchi ketib ketdi. Taraf-tarafdan izlab yuryapmiz. Biz har kuni tijorat bilan shug'ullang'ashqa bunday ishlarga diqqat qilmaydi ekanmiz. Ular agar bizni oldimizga kelsa-mi, farq etmaydi ekanmiz. Mudan, qara. Mana bu odamni ko'rganmidingiz? Voy, shu, bir dalil shu. Voy, bu odam bebeşe tomoq yegan-ku. Voy, bu jinoyatchimi? Voy, xudoyim, voy, men nima ish qilmadim? Nima? Nima baldirib yaqinmaysiz? Men shunday qo'shilib ketganini qarab. Allohu akbar. Sojam, aldırmay meni. Sojam, aldırmam. İşte bana olsam aldırmayman degeni qara. Derhal da kilitmensem bombadı.
Ağayna. Sen? Maşınan buzlukka okşumamdı. Maman nerede? Nerede duruyor? Bana şen havatam sen. Maşını buz koyma ha. Oğuşaldı. Qani, otal durib bakaydı. Meye koy. Ha, Hey! Ne olsa? Iroq emas. Oldimizdagi yezg'a. Chiqar mashinaga. Nima yo'q deyapman nima? Hey, Ag'ina! Ustida shamol qopti. Ma ichga kirib ol. Bo'ldi. Men ustida o'tirishni yaxshi ko'raman. Bu yaxshilik yarashmaydigan. Xo'p bo'ldi. To'xta! Mashina tekshirmas. Adam bormi yo'qmi? Bir adam bor, mashinaning ustida. Qani u odam? Bu Yavatni yana qochirib o'tdik-da. Hacet yok. Meningcha, razvedka bölümünün asası küçünü bir qochqinni izlashga qaratish kichik ishni cho'ngaytib o'tganlik bo'larmikan? Juchangjanning farazicha yo'lbosdan qochib ketishi qandoqdir biror voqea chiqishining alomatimiş. Qiziq gapda bu. Faraz ehtimollik alomatlarning hammasi subjektiv faraz bilan hukm chiqarish kategoriyasiga kiradi. Tutush xizmatini payt so'li ishilsin, ular uning uyidagi to'shqonning kelishini paylab tursa bo'ladi. Biz kichkina Dilonada yo'lbosning qochish muddasini talash-tortish qilavermaylik. O'rgangan qo'y o'lgicha debdikan. Jinoyat o'tkazish psixologiyasidan aytganda, qochish shahvoniy havaslar o'z tabiatining yig'indisi. Pratikan,
ish onda oddiy emasdi. O'zingizni bek ishga chiqib ketdingizmi qandaq? Kallisi oddiy odam. Oddiy ishlarni murakkablashtirib yetadi. Nima uchun ahmoq odam o'ziga o'zi ovorchilik tepib oldi deymiz? Qandaq? Arslan, siz so'zlab bering. Men anglayaptimi? Ishqilib, Ju Changjang inkos qilgan ahvollarimiz asossiz emas. Yo'lbosning qichishi oddiy ish emas. Gapim tugdi. Nayt yaxshi. Ju Changjang degan ahvollarni hukm desak, yo'lbosning turmudining qichishi burunqi tonishini izlab tepish uchun. Agar u izlab topmoqchi bo'lgan kishini, masalan, elaki chat ellik deb faraz qilsak, lekin yo'ldoshlar, elaki chat ellik allaqachon ketdi. Endi yo'lbos qandoq qiladi? Undaqda u burunqi niyatidan yenib, koni kasbini qilishi kerak. Bo'lmasa turmushga jurolmaydi. Endi behukm yo'lbos burunqi tonishini tepib, onun bilan yiroq joylarga ketadi. O'g'rining quyoshi. Aytaylik, bu atrofdagi nurg'un kishilar yo'lbosni to'nig'ashqa, uning yoshirini bilishi mumkin emas. Hukm agar u tonishini izlab topamasa, o'z niyatini o'zgartmaydi. Undaqda u faqat burunqi sheriklarini tepib, shular orqali panalni olgandan keyin ondan tonishining nega ketganligini surishtirdi. Hukmning mumkinchiligi shuki, filoyi ta'limotiga asoslanganda u bir qovul u qattiq turmush hayotini o'z beshidan kechirgan. U cho'qim oshnisining uyida fiziologik tashnoligini qondiryapti. Shunga meningcha, Nima dedingiz? Oshnisi? Siz bu yana ahvolni ancha bilmaydi ekansiz. Siz meningcha chet el kinolarini bak ko'rib ketgan o'xshamamsiz? Vallahlab ketdingiz-ku. ABC deganlaringizni anglab ilishibli qoldim. men buni jinoiy ishlar logika qoidalari bo'yicha so'zlayapman, Men shu. Nima? Qayerda? Nima? Tushundim. Qarjılığın Peytison'un xabar qilishicha, ular qarjılığın jilg'isa yo'lbosni ko'rib qopti. Uni opisi Zo'rixonning uyi mashiyadi. Juringlar. Tez bo'laylik. Ey mehri şefkatli Xuda, dünyadaki işlerin hemmesi özün ege. Hemmini bilip durursan, hemmini kadirsen. Uluq, Tanrım, oğlum Yolbos bilen ikimizni
öz panayında saklagaysın. Elini aman kıgaysın. Ziraatlarımızla afetini saklagaysın. Hey, sen bu yat qarab tuğun. Ben kirip qarab bakay. Bunu da. Yenge. Oy! Yaxşımısınız? Ben sizge bəxt dileymen. Siz özünüz kim bulasınız? Ben oğlunuz, Yolvasının dostu bolumen. Sizini yoklap geldim. Rahmet sizge. Meni yoklap kepsiz. Ben sizni tanımaydı ekanman bu. Ko'ngling'iz bek yaxshi ekan. İsmingiz nima? Nerede ishlaysiz? Ha, yenge, az bolsun o, benim ko'nglim. Unda qilmisiniz bo'laddi bolam. Qabul Unda qilasiz. qilmisiniz bo'laddi. Rahmet, rahmet. Qani, Qani, o'ltiring, o'ltiring. Qani bolam, qani. O'tiring. Yolvasının sizdek dostunun bağlığını zar okumaydı ekanman. Bolam, uyuңiz shahardimi? ey, yenge, yaqindan bu yan, Yolvasdan biror xabar bormi? Xudoga shukr. Bir necha kun burun uning jazo muddati qisqartirilibdi deb anglagan. Xudodan uning tinch omon qaytib kelishini tilayapman. Yenge, ben aldığım günü Yolvasını yoklap baktım. O, nahayeti yaxşı duruptu. Siz ensirme. Yenge, yaqindan bu yan, oğlunuzni ko'rmagansiz. Mening salomatligim toza yaxshi emas. Men uni ko'mil xeyli uzun bo'lib qoldi. Men uning tashkilining gapini anglamay, yana xatolik o'tkazib qo'yishdan bek ensirayman. Yenge, ben Ras Yolvasının dostu. Ben onun en yakın dostu. Siz bana işlenmeye otamsız. İşinime bolam, işinime. Yenge, sınav istikdep birim. Yolvas saat ne mümkün oldu? Sırtı birisi onu tutmakçı. Ben onu kurtulduruş geldim. Siz bana tızrak dep birim. Nima? Ne devatsan? Oğlum yolvasını turmadan kaçıp gidip de davatam sen. Ah Xudo, men nima degan sho'r peshona. Yolvas. Rostini aytqin, meni bolam nega qochib ketibdi? Rostini aytqin. Mening yolvasim nega qochib ketibdi? Ah Yolvas, mening jinim bolam. Rostini aytqin, Yolvas zodi nerede? Men senden ötünüp qalay. Eğer yetib bermaydigan bo'lsam, men sizni herkes qo'yib bermayman. Yolvas nemishga qochib chiqibdi? Nemishga qochib chiqibdi? Nemishga mening bir ojiz onasini o'ylamagan bo'lgaydim? Men nima degan betalay? Voy, men qanday qilay? Rostini aytib bergin. Yolvas qanday qo'yadi? Bundan ketilin ne bilen? Qanday oldu? O kayri alçıp kaptı. Avvaldan qaraganda Yolvas kemiga o'xshaydi. Bu yerni tizroq ketaylik.
Keldik. Şaman yaratkan bir şey geldi. Oladı. Dikkat. Ben Tintin bilen kirip bakay. Biz kirgendan keyin uning tuyuqsi qochib ketishdan diqqat qiling. Hop. Zo'rg'acha. Maysancha. Zo'rg'acha. O'ytingay. Terisini qarab boqayli. Ishtada. Zo'rg'acha. Zo'rg'acha. Tintin. Zo'rg'acha. Kim bo'ldingiz? Zo'rg'acha. Tintin, so'ra keling. Zo'rg'acha. Zo'rg'acha. Nima bo'ldingiz? Mana suv. Maychiray. Canım balam. Neymiş ki ben kaçıp ketkensen. Bir canım balam yolmaz. Biz kelganda qiladi. Darhol doktorga olib boraylik. Tintin, yordamlashi. Oy, nima bo'pti? Chapsan doktorga olib boraylik. Tez olaman. Ehtiyot qilinglar. Estağfurullah. Açlık belki ama. Mama. Sayın bama. Sayın. Yok. Çeçirmanız. Yok. Dolar değil mi? Akansa, tula var mı? Masa. Burada doları var mı? Yok. Sayın var mı? Yok. Altın bozun buluta. Mervayet var mı? Yok. Asıltı bombağın bile mendi var. Cüre. Ne demek? İyek. Adem yok ya. Ne sanmış kire? Anam, gördün mü? Emisi elektronik saat kim o? Bervayet kine. Gördün mü? 50 koy bana. Hı? Pekala. Anlap bakaya. Meni şey bolu diyecek. Bak kıymet gel. 25 koy bir ay. Bulam da. 25 koy. Ulan sen de bağırma. Bana ben alayım. Kaç volt şunçun alayım? Oldu. Burada to'xtab turma. Shunchami kelib bir narsa olmaykensiniz. Qanday bo'ldi deymi? 40 koydum biri. Qanday? Ya. Bak kıymet gel. Anmayman. Turuqingdan qarsa, Lo'banga o'xshaydi ekansiz-da. Men bir tushirib satay bo'ldi. 39 koy. Qanday? 35 koydum ben sen alay. Bo'lmasa ketime. Bak bu ekansan Juma. Bo'ldi. Ana. Peki.
atladım da. Ağına. Eshitmakmi? Yaxshi mol degim mana bu yerda emas, mana. Qara. Oyoqda mana. Hammasi bor u. O'sha tarafdan kelganini bilaman bu. Ha? Chet eldan kirgan? Qara, mana. İşte bakaya. İşlegan bilan pisib ketadi bu. Hammasi yolg'on. Eynakkina ya bu. Mana! Qara qo'saqni eynak deb otqanadik. Eynak deb. Yo, Xudoya tavba. Sen yo'lbosma. Ovozing chiqadi. Joshqon, yaqindan buyon nima ish qilyapsan? Ovqat qilyaptiman. Burunga o'xshashlar. Hey, sen yomon shundoq chiqdingmi? Hey, ustamni ko'rdingmi? Ustamni men tanimasam, uni nima bilay? Yolg'on gap qilma. Dunyoda sen bilmaydigan ish bo'lamdi. Oldin kuni uni ko'rgandim, bugun uni ko'rmadim. O endi ayol bilan birga bozorga chiqib malag'anligini tunugun ko'rgandim. Tunugun? Ularning nima turayotganligini bilamsan? Bilmayman. Senga 2 kundan bir seni izlab yuribdi. Quruq gap qilma. Ular soat nima turadi? Agar hiliganlik qilgan bo'lsa, Xudo haqqi, sen aldaydigan o'ltirim shart deb ketgan. esingda bo'lsin. Menga ularning nima turayotganligini tizimli aytib ber. Bo'lmasa ko'rdigan kuning bor. Sen nima istayman? 2 kundan keyin men seni izlab kelaman. Uqdingmi? Bo'ldi. Xotirjam bo'l. Men ketdim.
Efşan deryası Beyvet uzun Kilisen ipi esirler boyu Ünsüz yaş tüker Dertlik anam ne Senden amaya esirdik Efşan deryası Beyvet derya Çüşlerin dimu Polisen ayağa Anam sütü de Cismimda Söyürmedi kalbimde ayağa